Assalomu alaykum hurmatli Zokir.uz kanalining ashaddiy ishqibozlari hamda obunachilari. Akalar, bugun Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Sardorbek akamiz xonadonlariga tashrif buyurdik. Sardorbek akamizga bugungi birinchi partiyamizga 40 dona yirik qo'chqorlarni olib kelib qo'yganlar akalar. To'liq tafsilotlarni Sardor akamiz o'zlaridan olamiz. Hormang Sardor aka. Salomat bo'ling, keling Islomjon. Keldik aka. Bo'lsa qo'chqorlar zo'rlarni olib kelibsiz aka. Obunachilarimizga bir tafsilotlarni, ma'lumotlarni berib yuboring aka. Qo'chqorlarimiz birinchi partiyamizga 40 dona yetib keldi, xudo xolasa. Qo'ylarni mana ko'rsating-da. Qo'ylar xudo xolasa tetik holatda. Qo'ylar akalar tetik holatda. Sardor aka, yosh oyliklari qanaqa endi? Yosh oyliklari 8-9 oylik, yem yeb turgan qo'ylar xudo xolasa qo'chqorlarimiz tayyor holatda. Aka, qo'ylarning yemni oldiga tashlasangiz ham bor. Qo'ylar holati tikka holatda ekan, obunachilar mana. Dumbalari ham tikka holatda. Sardor aka, bittasini ushlab ko'rsating-chi aka. Mana akalar. Qo'yning holati o'ta zo'r akalar. Holatlari zo'r, xudo xolasa. Zokir.uz kanalini YouTube'ni ko'rib, kanaldan ko'rib keldik deyishsa, xudo xolasa qo'ylarimizni kelishilgan holda qilib beramiz. Bir joyga olsa 5 milliondan qilib beramiz, Islomjon. Akalar, mana bir joyga olsalaring hammasini 5 million so'mdan dastlabkasini qilib berishar. Aka, dastlabkalar qanaqa holatda kelishiladi? Dastlabkalari Samarqandgacha bor, xudo xolasa. Bir joyga olishsa. Dastlabkasini qilib beramiz deyishyapti akalar. Kelib ko'rishsin, xonadonimizga kelib qo'limizni ushlatsa, xayrini qilib beramiz, xudo xolasa. Onlayn savdo yo'q. Onlayn savdo yo'q, onlayn savdoga ko'ryapsiz hozir. Qo'y yo'qmay qolyapti borgandan keyin. Xo'p aka, hammasini bir joyga olishsa 5 million so'mdan tanlab olishgacha. Tanlab olishga plus minuslarni qilib beramiz. Tanlab olishga mana akalar plus minuslarni qilib berishadi. Ammo qo'ylarimizning holatlari o'ta zo'r akalar, ko'rishlaring mumkin bemalol. To'liq obzorlarni xohlasak YouTube kanalimizga qo'yamiz. O'tib bemalol laykni bosib, obuna bo'lib tomosha qilishlaring mumkin. Akalar, endi navbat keyingi ikkinchi partiya qo'ylarimizga. Sardor aka, bularning soni nechta? Buni soni Qirg'izistondan keldi, 20 dona. 20 dona aka. Qo'ylar holati o'ta tikka holatdagi qo'chqorlarimiz akalar mana Qirg'izistondan. Hozir ko'p obunachilar Qirg'iziston qo'yiga ishqiboz bo'lib, Qirg'iziston qo'ylari kelmayapti deyishdi. Mana olib keldi Qirg'iziston qo'ylarini. Talab va takliflarga binoan mana akalar Sardor akamiz 20 dona Qirg'izistondan qo'chqorlarni udarlarini olib kelibdilar aka. Quloqlari ham uzun aka. Bitta ushlab ko'rsatib qo'ying Sardor aka obunachilarimizga. Qo'yni ko'ryapsiz, Sardor akamiz ustiga sakrayapti mana qo'ylar mana. Qo'ylar xudo xolasa tik holatda. Soni 20 bosh. Xo'p aka, endi buni bo'yi qanaqa aka? Buni bo'ylari xudo xolasa 80 plus desa ham bo'laveradi. Endi aka, asosiy joy narxini qanchadan qilib beramiz aka obunachilarga? Narxini 6 million, 5 million 800 demaymiz. Ash 20 donani bir joyga olsa 5,5 milliondan bor barakasini beraman. Qo'limizni ushlatsa, xayrini ham qilib beramiz. Xayrini ham qilib berishar ekan akalar mana. Aka, tanlab olganga plus minus bor. Tanlab olishga plus minuslari bor. Mana obunachilarga mana. Xudo xolasa navbat akalar keyingi partiyamizga. Akalar, mana 3-oxirgi partiyamiz akalar, mana qo'ylarni ko'rishlaring mumkin aka. 3-partiyamiz, oxirgi partiyasidan mana. Qo'ylar bular ham zo'r ekan aka, holatlari vobshe zo'r holatda. Tikka qo'ylar ekan akalar. Sardorbek aka, endi bular narxini qanaqa qo'yamiz? Islomjon, bu 3-partiyamizga o'zi soni 8 dona. Akalarimizga bu ham Qirg'iziston qo'yi olma. Qirg'izistondan o'tgan qo'ylar 5 million, 4 million 800, 4 million demaymiz. U osmondagi narx aytilmaydi. Bir joyga olsa 3 million 800 mingdan barakasini beradi. Ana akalar, puli yengil degan akalarimiz uchun aka mana 3 million 800 ming so'mdan hammasini bir joyga aka dastlabkasini qilib beramiz. Aka, bularning ham dastlabkasi Samarqandgacha. Samarqandgacha. Masalan, bitta joyga 8 tani olsa qilib beramiz dastlab. Mana akalar, puli yengil degan akalarimiz uchun arzon narxda mana qo'ylar holati zo'r. 3 million 800 mingdan xudo xolasa. Bozorda ham bunaqa narxga chiqarishmaydi akalar. Qulay degan akalarimiz narxi qulay bo'lishi uchun mana 8 dona qo'yimiz 3 million 800 mingdan bor baraka.